Siz bilan bugun arab tilida ayn va ha harflarining to'g'ri talaffuzini o'rganamiz. Avvalo bu ikkita harfning mahraji haqida qisqacha bilib olamiz. Ayn bilan ha harflarining mahraji halqumning o'rtasi. Ingliz tilida esa lisanul mizmar, ya'ni epiglottis deb ataladi. O'zbek tilida kichik til deb ataladigan yana bitta a'zo bor. Ha bilan aynni tanglay tomonidan talaffuz qilmaymiz. Ilmiy tomonini tushunib olgandan keyin endi oson talaffuz qilish yo'llarini ham aytib o'tishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Men Yo'ldoshbek Ibrohim, Mudarris akademiyasi o'qituvchisiman. Siz bilan bugun arab tilida ayn va ha harflarining to'g'ri talaffuzini o'rganamiz. Ko'pchiligimizga ma'lumki, ushbu ikkita harf chiqishi joyi, ya'ni mahrajda bir xil. Ya'ni ular bitta chiqish joyidan talaffuz qilinadi. Avvalo bu ikkita harfning mahraji haqida qisqacha bilib olamiz. Demak, ayn bilan ha harflarining mahraji halqumning o'rtasi. Demak, halqumning o'rtasi qayer deyilsa, bu arab tilida lisanul mizmar deyiladi. Ya'ni o'zbek tilida hiqildoq tog'ayi yoki bo'lmasa lakluk deb ataladigan yoki boshqa nomi bilan kichik til deb ataladigan bu bizning tilimizning orqa tarafida joylashgan kichkina tilchaning joylashgan hududi, mintaqasi. Mana shu joydan ayn bilan ha harflari talaffuz qilinadi. Tabiiyki bularni qisman farqi bor. Ya'ni ayn harfini talaffuz qilganda uning mahraji biroz torayadi. Ya'ni lisanul mizmar, ya'ni kichik tilimiz, demak, halqumga ko'proq yaqinlashadi va shu jihatdan tovushning yo'li biroz torayadi va natijada bo'g'ilish hosil bo'ladi. Mana bunday. Masalan, mana bu holatda demak biz aynni talaffuz qilgan paytimizda kichik tilimiz, ya'ni tilimizning orqasida joylashgan kichik tilimiz, demak halqum qismini biroz ko'proq bo'g'gani uchun tovushning yo'li torayib, natijada ayn harfi undan hosil bo'ladi. Ha harfida esa bu jarayon bo'lmaydi. Ya'ni kichik tilimiz ko'p ham yaqinlashmaydi, ya'ni ko'p ham qisilmaydi, balki birozgina orqaga qarab qo'zg'aladi, lekin tovushning yo'li ochiq turadi. Va natijada ha harfining tovushi qisilish orqali emas, balki demak tashqariga oqib chiqishi orqali demak ha harfi talaffuz qilinadi. Masalan, mana bu holatda, ya'ni ha harfi hech qanday qisilmasdan erkin holatda talaffuz qilinadi. Bu ikkita harfning mahrajdagi qisman farqi edi. Albatta bularni sifatda ham bir-biridan farqi bor, ya'ni xususiyatlarida. Avvalo qaysi xususiyatlarga ega ekanligini biz bilib olamiz. Ya'ni ayn harfi jarangli tovush hisoblanadi. Ya'ni tovushning nutqida havo qo'shilmaydi. Shu bilan birgalikda juda yumshoq emas, juda qattiq ham emas, balki o'rtacha qattiqlikda talaffuz qilinadigan harf hisoblanadi. Ya'ni harfning mahraji boya aytganimizdek qisman bekilishi natijasida demak to'liq bekilib ham qolmaydi, ammo to'liq ochiq ham turmaydi haga o'xshab, balki qisman bekilishini natijasida tovush o'rtacha yumshoqlikda talaffuz qilinadi. Va albatta til orqasini yuqoriga ko'tarmaymiz, ya'ni ingichka talaffuz qilamiz. Va shu bilan birga tilning oldi yuzasini yuqori tanglayga yopishtirmaymiz, ya'ni ochiq holatda talaffuz qilamiz. Va shu bilan birgalikda demak bu juda birdanigalik yengil ravon emas, sal bosim bilan talaffuz qilinadigan harf. Ha harfida ham keyingi aytgan 3 ta xususiyati bor, ammo dastlabki ikkita xususiyatda ha harfi ayndan farq qiladi. Ya'ni ha harfimiz talaffuz qilgan vaqtimizda jarangsiz holatda, ya'ni demak tovushga havo ham qo'shilib, tovush bilan havo birgalikda erkin oqqan holda chiqadi. Va demak ha harfi yumshoq talaffuz qilinadigan harf. Ya'ni uning mahraji aynga o'xshab qisman bekilib qolmaydi, balki mahraji demak ishlasa ham tovushning yo'lini qisib qo'ymaydi, ochiq holatda turadi. Va natijada demak biroz oldin aytganimizdek ham tovush ham o'sha tovushga demak havo qo'shilgan holda ikkalasi birgalikda oqqan holda talaffuz qilinadi. Mana oqib chiqadi, ya'ni shaklida. Aynda esa qisilish bor, bo'g'ilish bor. Demak ikkalasini demak mana shunaqa farqi bor.
Yana bitta farqi, demak buni ham ma'lumot o'laroq aytib qo'yamiz. Ha harfining talaffuzi ayn harfining talaffuzidan farqli ravishda, ya'ni mahraji ayndan sal pastroqda joylashgan. Umumiy mintaqa bitta, umumiy hudud, ya'ni o'sha lisanul mizmarning hududida joylashgan. Ikkalasining mahraji ham, ya'ni ayn haga qaraganda, demak g'oyin xoning mahrajiga biroz yaqinlashadi. Ha esa g'oyin bilan xo harflarining mahrajiga, ya'ni halqumning eng tepa qismiga yaqinlashmaydi. Mana bunday. Ana shu joyda men lisanul mizmar degan bitta terminni ishlatdim. Lisanul mizmar. O'zbek tilida bu kalimaning bir qancha, demak, o'rindoshlari bor. Ingliz tilida esa lisanul mizmar, ya'ni epiglottis deb ataladi. Demak, mana shu epiglottis, ya'ni bizni o'zbek tilimizda xildoq tog'ayi kichik til deb ham ataladi. Ammo o'zbek tilida kichik til deb ataladigan yana bitta a'zo bor. Ko'pchilik mana shu bilan adashtirib qo'yadi. Ya'ni bu arab tilida lahat deyiladi. Lahatun. O'zbek tilidagi o'zining asl, ya'ni meditsina tili bilan aytganda o'zining asl demak termini uvula. Uvula. U yuqori tanglaydan osilib turgan et. Ba'zilar kichik til deganda ana shuni tushunib oladi. Yo'q, kichik til degan vaqtda biz tanglaydan osilib turgan uvulani tushunmaymiz, balki tilimizning orqa tarafida joylashgan kichik tilni, ya'ni epiglottisni tushunamiz. Mana buni demak ajratib olishimiz kerak. Ha bilan aynni tanglay tomonidan talaffuz qilmaymiz, balki u tilimizning orqa tarafida joylashgan kichik tilning joylashgan hududidan talaffuz qilinadi. Endi biz ilmiy tomonini tushunib olgandan keyin, endi oson talaffuz qilish yo'llarini ham aytib o'tishga harakat qilamiz. Demak, siz ha harfini talaffuz qilishni oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, oldin oddiy o'zbek tilidagi ha'ni biroz cho'zgan holatda aytib turib va aytayotgan vaqtingizda qo'lingizni mana bu bo'g'iz qismiga qo'ying. Mana masalan, birozgina, ya'ni qisqa bo'g'izingizni qo'lingiz bilan birozgina qisqaningizda mana bu ha harfining tovushi chiqadi. Biz odatda, ya'ni o'zbek tilida muloqot qilganimizda bu harfni talaffuz qilmaganimiz uchun, demak bizga boshida qiyin ko'rinishi mumkin. Aslida lekin unday emas. Demak, siz o'rganmoqchisiz ha harfining talaffuzini mana bunday shaklda mana. Tomog'ingizga, bo'g'iz qismingizni ikkita barmog'ingiz bilan birozgina bosing, ko'p emas. Birozgina bossangiz, o'sha oddiy o'zbek tilidagi handirakdagi h ni aytayotgan vaqtingizdagi tovush ha ning tovushiga qarab o'zgaradi. Qanchalik ko'p bosganingiz sayin ko'p bo'g'ilaveradi-yu, lekin ko'p bo'g'ilishi, agar ko'p bo'g'iladigan bo'lsa, unda ha ni tovushi yana noto'g'ri tarafga ketib qoladi. Boya aytdik, ayndan farqli ravishda ha erkin chiqishi kerak tovushi. Birozgina bo'g'iladi, ko'p emas. Ayn harfida ko'proq bo'g'iladi, hada birozgina bo'g'iladi. Yana bitta ko'rsatib beraman va keyin siz takrorlaysiz o'zingiz. Demak, mana mana bu shaklda. Va xuddi shuni siz ayn uchun ham qo'llashingiz mumkin. Mana masalan, bunda endi sal ko'proq demak bosasiz. Ya'ni bo'g'iz qismini barmog'ingiz bilan ko'proq bosasiz aynda. Nimaga? Chunki aynda tomoqning ko'proq bo'g'ilishi bilan, ya'ni tovush hosil bo'lishi haqida biroz oldin biz gaplashganmiz. Demak, qarang. Ana bu holatda ha ozgincha bo'g'ilish bilan chiqadi, ayn esa ko'proq bo'g'ilish orqali talaffuz qilinadi. Bugungi darsimiz qisqacha mana shulardan iborat. Agar sizga videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Izohlarda o'z fikringizni ham qoldiring. Bu kabi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Agar offline shaklda ta'lim olishni xohlasangiz, Mudarris akademiyasiga murojaat qiling.